Ondaqda ustoz bevosita kirib ketsak, oldi bilan islomda, dinimizda shu mustaqillik tushunchasi qanday tushuntirilgan, buning ruhiy va siyosiy jihatdagi hukmini bir tushuntirib o'tgan bo'lsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Sizga yuqorida deb o'tgandek, bu biz uchun bo'lganda bu Sharq Turkistonliklarga nisbatan bu intayin muhim bir tema. Buni yaşash, buni tushunish bizga xuddi boshqa diniy amallarni o'rganishga o'xshash bu muhim. Chunki biz uchun bo'lganda bu jihat, ya'ni bu mustaqillik bizningki mavjud bo'lib turishimizga, mavjudiyatimizga, kelgusimizga va hozirgi mushu vaziyatdan qutulishimizga va shu asoratdan qutulishimiz uchun intayin muhim bo'lgan omillarning birisi. Shunga buni xohlasaqmi, xohlamasaqmi, buningdan biz bosh tortib olmaymiz. Buning uchun yuragimiz Sharq Turkistonlik bo'lish bir yurak bo'ldi ekan, bizda Sharq Turkistonlik yuragi bo'ldi ekan. Shu zaminni Alloh subhanahu va taolo inom qilgan ekan. Albatta buning uchun biz hem tirishimiz, hem bundan chiqishninki yo'llarini izlashimiz va mushu yo'lda ilib berilayotgan eng to'g'ri bo'lgan yo'llarni, ishlarni qo'llash va natijada o'zimizningki mustaqilligini o'rganib qo'llab bu biz uchun muhim. Bu bir muqaddim shaklda deb o'tib keldi. Hani biz islom dinimizda mustaqillik yoki hurlik degan so'zning zodi islomda o'rni bormi yo'qmi desa, bu islomningki muhim ta'limotlardan birisi. Hurlikni islomda hur yashash. Yani bunu hozirgi siyosiy ilmidan aytqanda mustaqil yashash deb qaraladi. Ama islomda asal hurriya. Hur yashash, ozod yashash bu islomningki asosliq ta'limotlardan birisi. Bu nima deganda, demak buni orqali Alloh subhanahu va taologa hech qanday bisimsiz, hech qanday bir to'solg'usiz faqat bir Allohga qulchilik qilish hurligi. Yani benim Allah subhanahu wa ta'ala yarattı. Ben şu Allah'ın kulu, ben şu Allah kul buluşum gerek. Ben şu Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki kanuni, nizami ve buyruklarını yaşayışım gerek. Beni muşu yolumda hiç kandak bir nesine otusalı bulunması gerek. Diyeceğim bu noktadaki hürlük, bu hakiki İslam dininin asası hürlük çağırgı. İslam'da mesela şunda insanın ki hür yaralganlığı ve hür yaşaş hakkının bağlılığını Allah İslam'da bunu sürtümüz. Bunun örnek misallardan birisi Ömer radıyallahu anh'ınki öz vaxtida qaçandan birisi insanlarni qul qilishga başladığına amaliyotda uni anılsa her bir balani hür azap tuqqan tursa degan bu nuqtaninki hech qanday bir odamninki qul qilinishi, hech qanday bir odamninki asorat yashashiga to'g'ri bo'lmaydiganligi, buning jinoyat ekanligi. Ne bu İslam'da yol qo'yilgan, İslam ruxsat qilgan ish va yoki hozirgi dunyoda xalqaro qonun deymiz, insonlar o'zi qurib chiqqan qonundimi? Bu herkesmi qabul qilinmaydigan va uni qilishning o'zini bir jinoyat deb tanilgan bir ish. Shunga islom dinimizda mustaqillik kelsak endi, bu islom dinida mustaqillikni qanday tushunamiz deganda, o'zingning zaminini, hayotini, sana tegishli bo'lgan haq huquqingni boshqalar tarafidan dafsalni qilishidan saqlash, qutqizish. Agar dafsalga uchirgan bo'lsang, uni qutqizib chiqish, zulmga qarshi turish, haq uchun kurash qilish deb tushunildi. Ama neticede yana sen muşu narsalarni erishmay turib, sen asli sening yaralgan asli muddaoying, ya'ni Allohga to'g'ri qulchilik ne sen buni qilolmaysan. Hani biz hozir shu vaziyatda yashayapmiz. Shu o'zimizningki zamini qo'limizda emas, davlatimiz yo'q, mustaqilligimiz yo'q. Bo'lg'anligi uchun nima bo'ldi? Biz Allohga to'g'ri qulchiligimizni ado qilamiz. Namozimizni o'qimayotimiz, ayollarimiz, qizlarimiz yolg'on chigamayotdi. Kur'an okuyamayotdi, ibodatni qilolmayotdi. Demak biz buni mushu shakldan biz mustaqillikni nimasini qarab chiqilgan bo'lsak, bizning mustaqil bo'lishimiz, odat bo'lishimizningki biz uchun farz ekanligi, vojib ekanligi. Chunki biz bunisiz o'zimizningki bir kishilik mu'min musulmonlarni ado qilolmaydiganligimizni ko'rsatamiz. Ammo bu yerda bir nuqtani qo'shib aytilgan bir muhim narsa bor, u bo'lsa-mu, hurlik degan vaqtimizda mustaqil iroda, mustaqil fikr bilan yashamaydigan vaqtda bu cheksiz bir narsa emas. Islom dinida bunun bir cheki bor. Sen mustaqil hür yaşaysa ama bir kanun aslı yaşaysa, bir nizamname aslı yaşaysa, onun en sağlam kanun nime? Kelamullah, Allah'ın kelamı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ınki hayatını tatbiqlab bizga üretken bir nizamnamız var. Şunu asas qilib turib, demek insanlar bilan chiqishib yashash, bir-birining haq-huquqiga tajovuz qilmaslik, boshqalarning boshqa fikri bo'lsa, unga hurmat qilishdan iborat
bu şekildeki hürlikke hürmet kılış buludu. Lekin men hürme halıgını kılma, halıgan narsa deyişim kerak, halıgan narsa kılalışım kerak degan şeyni qilib, boshqalarninki aqidasiga, boshqalarning huquqiga tajovuz qilgan ishlar qolsa, u vaqtda hürlik bo'lmaydi, bu tajovuzga kiradi. Demak, hürlik, mustaqillik o'zining doirasidan chetlab ketgan vaqtda nima bo'ladi? Boshqalarning huquqiga tajovuz qilganlik bo'ladi. Masalan, Xitoy hozir o'zini bir davlat deb qaraydi. O'zining mustaqilligidan faxrlanib yashayotdi. Biz davlatimiz bor deydi. Ama mesela o müstakilliğin üzenge. Ama mesela o müstakilliğin, o küçüğün, o siyasetten olan başkalarının zeminin üstüde tedbir kıyarsan, o vakti müstakil emas, tecavüz çıkırsa. Çünkü biz hem azam bunu şimdi tecavüz edip sunuşumuzdaki birden bir amel nime degende çünkü ola özünün müstakilliğinin öğür yaşınınki çigrasından halkıp ketken. Şu arkalık bu zalimga, tecavüzçiga ütüp bağaldığı için bu yerde bunda tecavüzçiga karşı güreş kılışın üzü müstakillikka, hürlikka erişishning yo'li. Buni taqim kichik aytgan vaqtimizda men o'zimning oilasida, o'zimning uyda xohlagan ishni qila olaman. O'zimning oilasi qurgan bir nizomim bor, yo'lim bor, buni oilam uni tushirdi, qabul qildi, bolalarim bo'lmadi. Ammo men buni ekilibla, qo'shnimniki ekilibla, qo'shnimni mushtaq bo'lsin deb buni ekilibla, mening yo'lim ma'vo, sen mushtaq yashaysan. Devasam, o vaqtda men hürlik mening yo'lim, mening tanlashim bu devasam bo'lmaydi. Va u qo'shnimniki o'zining tutgan yo'liga hurmat qilishim kerak. Yani muşu narsa adli şekilde qaraganda hammadan tushuniladigan bir narsa. Ammo buni siyosiy cho'ng nuqtadan qaragan vaqtida buni kuchi bala boshqalarni buzaq qilib bilish, boshqalarning zaminini tortib bilish, ularning haqqiga tajovuz qilish, ularning e'tiqodini burmalash ibodat ishlarni bu o'zining kuchi degan ma'lumotni o'tirib chiqardi va boshqalarni shuni qabul qilishga ular har xil yo'llar bilan buni kuchini iste'mol qiladi yoki uni iqtisod bilan ularni aldashga tirishadi. Buning hammasi haqiqiy mustaqillikka ve hakiki hürlükке zid işler qaradı. Bu İslam'nınki nuqta nazarına qaragan vaqtda bizonki nurg'un paketlarni biz Qur'oni Karimda ushtirtimiz. Xo'sh, xo'sh. Şuna bir yerde bu hürlük bilan mustaqillikninkini bu nimasini tanishib yashash. Hürlük insonning qayerdan qayergacha bo'ladi. Mustaqillik doirasi qayerdan qayergacha bo'ladi. Xuddi masalan bu jug'rafiyalik o'rnimiz bo'ladi, zaminimiz bor buni shu yerda yashayotgan insonlar o'zining e'tiqodininki nimasiga ko'ra o'zininki urf odatiga ko'ra, o'zininki yashash xarakteriga ko'ra uni qo'llab-quvvat yashash bu mana bu haqiqiy hurlik va mustaqillik bo'ladi. Mustaqil bo'lgan kishilarning ustidan mustaqillikninki shuni qo'g'dash yashashning o'zi bir talab qilinadigan bir narsa. Bizga nisbatan mustaqilligimiz yo'q, uni elish bizning majburiyatimiz bo'lgan bo'lsa, mustaqil yashayotgan, boshqalarning huquqiga tajovuz qilmay o'zining doirasida yashagan, mustaqil yashayotgan davlatlarning o'zining mustaqilligini qo'g'dash uchun kurash qilishi bu ular har bir davlatning ustiga yuklangan bir majburiyat, oddiy bir insoniy bir mas'uliyat deb tushunish kerak. Xo'sh, xo'sh. Alloh rozi bo'lsin.